Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizlar o'tgan darsimiz mavzusi ko'p bulunliqlar. Hozircha ko'p bulunliqlar to'g'risida to'xtalishdan burun biz bundaq elementlar bilan tanishib olaylik. Qanaqdir bir chekdan olaylik. A chekdi, B chekdi, C chekdi, D chekdi. Va bu cheklarni paydan-pay kesilib qo'shganda Mega'ni bir Y chekni qo'yaylik. Bizde bundaq asıl bo'lgan figurni sunuq siziq deb ataydi. Sunuq siziq. Sunuq siziq. Sunuq siziq. Yani bu sunuq siziqning qanday elementlari bor? Bu yerdagi A, B, C, D, Y bu sunuq siziqning cho'qqilari deb ataladi. Cho'qqilari. Kelesi B'de mana A, B, C, D, Y bu sunuq siziqning cho'qqilari deb aytiladi. Endi AB-chi, AB bo'lsa bu sunuq siziqning zvinolari deb ataladi. Bundaq zvinodan B'de hisoblaylik qarang. AB o'z oldiga bir zvino, BC kelesi CD shundaqla YD yoki D7 desak bo'ldi. Bu nima? Sunuq siziqning zvinolari. Şundan biz sunuq siziq to'g'risida bildik. Sunuq siziqning cho'qqilari bor ekan, ham zvinolari bor ekan. Ya'ni sunuq siziqning asli ikki turi bo'ldi. Oddiy, qarang. Sunuq siziq. Sunuq siziqning ikki turi bo'ldi. Bu birinchisi oddiy sunuq siziq. İkincisi bo'lsa tuyuq sunuq siziq. Tuyuq sunuq siziq. Oddiy bilan tuyuqning farqi nimada? Oddiy tuyuq sunuq bilan tuyuq sunuq siziqning oddiy sunuq siziq bilan tuyuq sunuq farqi bundaqda. Agar sunuq siziqning barliq cho'qqilari payda-pay qo'shganda qandaydir bir ikki cho'qqi o'zaro qo'shilmay qolsa, buni biz oddiy sunuq siziq deb aytamiz. Ammo barliq cho'qqilar bir-biri bilan qo'shilsa, bu yerda qaranglar, A va Y cho'qqilari hech qanday qo'shilmadi, kesimlar orqali qo'shilmadi. Agar biz mushuni, ya'ni qayta mush figurani elib A, B, C, D, Y chekini A, B, C, D, Y chekini elib, buni payda-pay qo'shsak, bu bizda oddiy sunuq siziq. Agar biz A va Y cho'qqirini qo'shib etsak, endi kechirsa bu yerda siziq ishlatish kerak. Yaxshilab turib bo'yab aytaylik meni. Tushunishli bo'lishi uchun. Mana qanaqdir bu endi bu nima bo'ldi qaranglar. Barliq cho'qqilar bir-biri bilan kesimlar orqali qo'shildi. Bu bizda tuyuq sunuq siziq bo'ldi. Tuyuq sunuq siziq. Bu bizda oddiy bo'ldi. Mana farqi mo'shada. Tuyuq sunuq siziqning barliq cho'qqilari kesimlar orqali qo'shilgan. Sunuq siziqning oddiy sunuq siziqning qanaqdir bir ikki cho'qqisi qo'shilmay qoldi. Farqi mana shu yerda. Endi bizda tuyuq sunuq siziq o'zim yana ikkiga bo'linadi. To'mpoq ham to'mpoq emas. To'mpoq tuyuq sunuq siziq degan nima? To'mpoq sunuq siziq deb o'zining tarafining davomi shu o'zi figurni, ya'ni to'mpoq sunuq siziqni qiymaydigan
sunuk sızıqını eytimiz. Eytaylık. Bunun mesela misal arqılıq çöndürüp bereyim. Mana bizde 5 bulunluq, yani 5 çoqqusu var, 5 zvinosu var. Sunuk, tuyuq sunuk sızıq A, B, C, D, Y. Bu bizde tompaq, tuyuq, sunuk, sızıq. Endi tombaq emas degan qaysi? Tombaq emas deb aytaylik, shunday figurni alaylik. Mana A, B, C, D, Y çiftini alaylik. Yani bunun özünü qo'shaylik. B'ni B. Endi bu bizde tompaq emas. Tompaq emas, tuyuq sunuk sızıq. Nim üçün tompaq emas degende qaranglar. Eğer men qaranglar ayı tərəfiga sızıq üçün qo'yay. Ayı tərəf bu figuraga nimqimda hech qanday qiymay o'tadi. Durustmi? Mana bizning tompaq sunuk sızığımızni hech qanday qiymay o'tadi. AB tərəfiga qo'yay. Qaranglar, bu figurning o'zini hech qanday qiyg'ini yo'q. Ana qaranglar. Eğer men mayda Y chekni topma. Men buni Y tərəfiga qo'ygan bo'lsam, Y tərəfiga sızıq uchun qo'ysam, eğer men bu Y tərəfini davomlashursam, qaranglar nim qildi bu? Mana o'zini yo'q etib bordi, qiyib bordi. Farqi mana mosh yerda. Shu vaqtida tuyuq tompaq sızıq bilan tompaq emas sunuk sızıqning farqi mana mosh yerda. Demak, tarafini davomlashtirganda o'zini qiymaydigan tuyuq sızıqni tompaq sızıq deb aytamiz. Eğer tarafini davomlashtirganda o'zini qiysa, u tompaq emas. Aytaylik, AY tarafini qaranglar, AY tarafini agar siz sızg'uch bilan davomlashtirsanglar, mana qaranglar, shtih orqali nim qildim, bu o'zini nim qildi, qiyib bordi. Tompaq emasdan qolgan bir tarafini davomlashtirsanglar, bu nim qiladi, o'zini qilmaydi, qiymaydi. BC tarafini e'lonlar masalan, o'zini qiymaydi. CD tarafini e'lonlar o'z-o'zini qiymaydi. YD tarafini e'lonlar o'z-o'zini qiymaydi. AY tarafini o'z-o'zini qiymaydi. Agar buni AY tarafini olsanglar, davomlashtirsanglar, qaranglar, o'z-o'zini qiyib bordi mana. Bu chekda qiyib o'tib ketib bordi. YD tarafini davomlashtirsanglar, qanday bu M chekda qo'yilib, M chekni qo'yadi, qiyib o'tyotadi. Endi biz ko'p bulunqlarga to'xtalamiz. Ko'p bulunqlar deb moshunda tompaq, tuyuq, sunuk sızıqning kesimlaridan hosil bo'lgan geometrik figurni ko'p bulunqlar deb aytadi. Demak, ko'p bulunqlar qayerdan kelib chiqadi? Tompaq, sunuk sızıqlardan kelib chiqadi. Ko'p bulunqlar kelib chiqadi. Ko'p bulunqlar. Qaytib beray. Ko'p bulunqlar degan nima? Ko'p bulunqlar deb tompaq, tuyuq, sunuk sızıq kesimlaridan hosil bo'lgan geometrik figurni ko'p bulunqlar deb aytamiz. Endi bu ABCD yeni biz ko'p bulunq deb ayta olamiz. Mana ABCD ko'p bulunq. Bu qanday ko'p bulunq deganda, bu 5 bulunqliq ko'p bulunqliq. Ko'p B deymiz qo'y, ko'p bulunqliq bu. Endi bu yerda qaranglar. A 5 B C, D, Y çoqqalar deb ataladi. Yana ko'p bulunqning choqqalari. Choqqalari. Mana A choqqisi, B choqqisi, C choqqisi, D choqqisi, Y choqqisi. Agar bu figurni olsanglar, bu A bulun. Bulun A. Bu bizde bulun B. Bu bizde bulun C. Yani şunday bulun D, bulun Y, bunun bulunları. Bulunları. İkisinin farkı qayda? Çoqqa degani bu chekni ko'rsatamiz, bulun degani mana to'liq mush bulunni ko'rsatamiz. B choqqa mana, B bulun mana. C choqqisi mana, C bulun mana. Shunaqla qolgan bulunni choqqalarni ko'rsatgan bo'ldi. Endi AB-chu. AB bu tarbiy. Shunaqla BC, shunaqla CD, shunaqla DY,
hem axırqısı A'yı bu köp bulunluqdan nemesi boldu? Tərəflər boldu. Tərəfləri. Endi biz mundaq нәрсе to'g'ri bilishimiz kerak. Bu yerda qaranglar. A ve B çoqla qo'shni çoqla. A bilan Y qo'shni çoqla. Demak, qanaqdir bir cho'qining ikki qo'shni cho'qqisi bo'ldi. Aytaylik, bir ko'chib turayotgan ikki uyni, yaqin-yaqin turgan uyni, masalan, qo'shni uylar demak, qo'shnilarda biz odatda holatda foydalanishni shunday so'zni. Demak, A cho'qqisining qo'shnisi B cho'qqa. A qo'shnisining qo'shni cho'qqisi Y cho'qqa. Demak, A ve B çoqlarını qo'shni cho'qlar deydi. A ve Y çoqlarını qo'shni cho'qlar deb aytamiz. Yani A ve C çoqlarını qo'shni cho'qlar deb ayta olmaymiz. Shunaqla qo'shni bulunglar deb aytamiz. Masalan, C ve D bulungi qo'shni bulunglar. C ve B bulungi qo'shni bulunglar. A ve Y bulungi qo'shni bulunglar. Yani shunaqla qo'shni taraflar bo'ldi. Masalan, CD tarafi bilan YD tarafi qo'shni taraflar. CD tarafi bilan BC tarafi qo'shni taraflar. Va boshqa tarafdan alg'il bo'ldi. Masalan, AY tarafini olsak, AY tarafiga qo'shni taraf YD. AY tarafiga qo'shni taraf AB. Demak, har qanday tarafning, xalgan tarafning qo'shni taraflari bo'ldi, xalgan bulungning qo'shni bulunglari bo'ldi va xalgan cho'qqining qo'shni cho'qqilari bo'ladi. Endi növbetde biz mundaq narsa bilishimiz kerak. Aytaylik, 7 bulunluq. 7 bulunluq. Bu bizde nima? Ko'p bulunluq bo'lib hisoblanadi. 7 bulunluqning 7 cho'qqisi bo'ldi. 7 tarafi bo'ldi. Hem 7 bulunluq bo'ldi. Demek, bunda nima aytqil bo'ldi? Ko'p bulunqining necha bulungi bo'lsa, shuncha cho'qqisi, shuncha tarafi bo'ldi. Misol uchun 10 bulunliq olsanglar, 10 bulunqining 10 cho'qqisi bo'ldi, 10 tarafi bo'ldi, 10 bulungi bo'ldi. Aytaylik, 3 bulunliq olsanglar, ana bir 3 bulunliq olsak, mana 3 bulunliq A, B, C. Mana 3 cho'qqisi. A çoğusu, B çoğusu, C çoğusu. Demek 3 çoğusu var. Yani 3 bulungu var buna. A bulungu bir çetin başlaydı. B bulungu, C bulungu. Yani 3 bulungu. 3 tarafı var. Kini taraflar A, B taraf, B, C taraf, A, C taraf. Demek ki bulunguların neçe bulungu olsa şunca tarafı, şunca çoğusu buladı. Endi yep, diagonal doğrusu buldu. Diagonal deyen nima? Diagonalda qo'shni emas cho'qqilarini bir bilan qo'shilgan kesindini diagonal deb aytamiz. Ana qaranglar. A cho'qqisi. A'ning qo'shnilari A cho'qqisining qo'shnilari qaysilar? A'ning qo'shnisi B, A cho'qqisining qo'shnisi Y. Demak, B'yi A cho'qqisi qo'shni cho'qlar. Yani diagonal deb nima aytamiz? Qo'shni emas. Qo'shni emas. A'ga qo'shni emas, A cho'qqisi qo'shni emas. A cho'qqisi qo'shni emas qaysilar? C ve D. Mana A'ga qo'shni emas C hem D A'ga qo'shni emas. Mushu qo'shni emas cho'qlarni qo'shilgan kesindini diagonal deb aytamiz. Demek A bilan C'ni bunda qo'shib etsak, A çoğusu ve C çoğusu. Bu bizim de bildi. AC bu diagonal. Diagonal. Şunaqla A bilan D'ni qo'shsak diagonali bo'ldi. Çünkü A ve D qo'shni emas cho'qlar. Mana bular diagonal sızığı bo'ldi. Endi boshqa cho'qlardan diagonal yurgizgili bo'ldi. Etar B cho'qqisini diagonal yurish uchun B'ning qo'shni emas cho'qqlarini tepishimiz kerak. B cho'qqisi qo'shni cho'qlar A cho'qqa hem C çoğu. B'ga qaysi cho'qqilar qo'shni emas? B cho'qqisiga Y ve D cho'qqilar qo'shni emas. Demak, men B'ni Y qo'shni bizde B'yi diagonali paydo bo'ldi. Hem B'ni D qo'shni shunaqla B'de diagonali kelib chiqdi. Demak, bu yerdagi diagonallar
İtalok Y çoğusun yine diagonal жүргізгілі болады. Демек, AC diagonal, AD diagonal, BY diagonal, BD diagonal. Y çoğusunu, C çoğusunu qo'shib etsek, bizde YC diagonali kelib chiqadi. Shunda diagonal deyimiz qo'shna emas cho'qqilarining qo'shilgan kesimini diagonal deb aytamiz. Endiki navbatda biz perimetr to'g'risida gap qilgan bo'lamiz. Perimetr degani nima? Ko'pincha perimetr tepish uchun uning barliq taraflarini qo'shib chiqish kerak. Barliq taraflarini pay-pay. Yetarli mana bu shuni bilsa, perimetr tepish uchun qaysi tarafi biz AB tarafi qo'shilgan BC tarafi qo'shilgan AC tarafi. Demak, bu 3 tarafı qo'shilsa, bu shuningdek perimetrini hisoblab beradi. Yoki perimetrning ifodasi mushtaq bo'ldi. Kelasi bu 4 bo'lgan perimetr qanday yozamiz? P teng taraflari AB qo'shilgan bu qaysi taraf bizda BC qo'shilgan bu bizda CD tarafi qo'shilgan ham AD tarafi. Demek 4 bo'lgan bo'lsa, barliq 4 tarafni qo'shamiz, 3 bo'lgan bo'lsa, barliq 3 tarafni qo'shamiz, bundaq 5 bo'lgan bo'lsa, 5 tarafini qo'shamiz. P teng perimetr teng MN qo'shilgan NO qo'shilgan OP qo'shilgan PQ qo'shilgan MQ. Endi 6 bo'lgan bo'lsa, 6 tarafni qo'shamiz. P teng EF qo'shilgan bo'lsa FG tarafi qo'shilgan GI tarafi qo'shilgan IQ tarafi qo'shilgan QKL tarafi qo'shilgan ham oxirgi EL tarafi. Sanab bakalım 6 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek köpünün sanı yani taraf sanı kaçı olsa perimetr üçün şunca hemme tarafını qo'shish kerak. Shunga hurmatli do'stlar, bugun darsimizni yakunlashdik. Darsimiz yoqqan bo'lsa like besishni, kamchilik ham bayqagan bo'lsanglar, kompyuter ishni unutib qolmanglar. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.